Yaxshimisan? Xush keldingmi? Endi ham shu yoqqa kech qolib ketding. Bekorchimansan, lega yuribman to'yga tayyorgarlik ko'rib. To'yga tayyorgarlik? Qanaqa to'y? Kuyov bola, tabriklaymiz. Rahmat. Baxtli bo'lgin. Asad, Ha, kimga uylanyapsan? kimga bo'lardi? Maryamga de. Shuning uchun iPhone'ni tayyorlab qo'ygin-a. Hit qizding. Bo'ldi o'rtoq. iPhone bo'lsa iPhone-da. Yigit so'zim so'z. Shu oy oxirida olib beraman senga. Gap yo'q. Gap yo'q. Qara Asad. Endi aqllilik qilishdan so'ng sen hozir garovga oila quryapsanmi? Maqt, ha? Tavba qilib g'alati emasmi Asad? Sardor, eshitmadingmi? Kimga uylanayotganini bildingmi? Maryamga uylanayotganini bildim. Qaysi Maryam? Qaysi bo'lardi? Sen orqasidan yurib, sovchi qo'ygan va oxir oqibat senga emas, menga nasib qilgan Maryamdek. Hozir sen shu qizga bitta iPhone uchun uylanyapsanmi hozir? iPhone uchun ham o'zi ham yomon emas lekin. Nay qara, qo'y to'yi to'xtata qol. Bitta qizni iPhone uchun baxtkor qilmagan. Sardor. O'rtoq, seni hurmat qilaman, yaxshi insonsan, oilang ham yaxshi. Lekin nima qiling? Maryam yaxshi qiz ekan-a? Chiroyli qiz ekan. Asad, menga qara. Qo'y, bitta qiz uchun